Assalomu alaykum kelajak mediklari. Ushbu darsimizda 4-mavzu moddaning agregat holatlari haqida gaplashamiz. Moddalar tabiatda 3 asosiy agregat holatda uchraydi: qattiq, suyuq va gazsimon holat. Bundan tashqari 4-holat plazma holat ham mavjud. Bu haqida biroz keyin to'xtalamiz. Bu siz uchun yangilik bo'lishi mumkin albatta. Xo'p, birinchisi qattiq holat. Qattiq holatda zarrachalar zich va tartibli joylashgan bo'ladi. Zarrachalar faqat tebranma harakat qiladi, ya'ni misol uchun mana bu qattiq modda zarrachalari desak, ular faqat tebranma harakat qiladi xolos. Ya'ni bu yoqqa tebranib turadi. Lekin hech qachon mana bu zarracha mana bu yerga o'tib qolmaydi. Tushunyapsiz? Mana bu yerga hech qachon o'tib qolmaydi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Suyuqga aylanib bu yoqdan bu yoqqa oqib yuraveradi. Endi gazni bilasiz. Gazni joyi hamma joy. Hop. Tebranma harakat degani shu, joyiga tebranib turadi. Shakli va hajmi doimiy bo'ladi. Zichligi yuqori, siqilmaydi uncha-munchaga. Ba'zilari elastik bo'lishi mumkin. Misol uchun metallar elastik, bukiluvchan, egiluvchan. Qattiq holatni asosiy xususiyatlari mana shulardan iborat. Navbatdagi agregat holat bu suyuq holat. Suyuq holat hajmi doimiy, lekin shakli idishga bog'liq bo'ladi. Misol uchun suvni choynakka solsangiz, choynak shaklini oladi. Chelakka solsangiz, chelak shaklini oladi. Suvdek bo'lmaydi-yu. Tushunarli? Ya'ni idish hajmiga qarab o'zgaraveradi. Zarrachalar bir-biriga yaqin joylashgan, lekin ular oqish xususiyatiga ega. Ya'ni zarrachalari qattiq zarrachalarchalik ko'p holatda u darajada yaqin bo'lmasa ham, lekin deyarli shu darajada yaqin bo'ladi. Ammo farq shundaki, ular oqish xususiyatiga ega. Oqish degani bu suyuqlik molekulalarini sakrab harakat qilishidir. Sakrab harakat qilinishi. Oqish mana shu. Xo'p, o'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Zarrachalar zich, lekin tartibsiz harakatlanadi, tartibsiz joylashgan bo'ladi. Xo'p, lekin ba'zi nimalar bor? Suyuq kristal degan holat bor. Suyuq holatda bo'ladi, lekin xuddi kristal qattiq tuzilishdek zarrachalar tartibli joylashgan moddalar ham bor. Hali bular haqida vaqti kelsa to'xtalamiz. Xo'p, uchinchisi gazsimon holat. Gazsimon holat bu nima? Zarrachalar orasidagi masofa haddan ziyod katta, juda ham kattaligidan o'zaro tortishish kuchi deyarli yo'q. Zarrachalar erkin harakatlanadi va idishni butun hajmini egallaydi. Misol uchun 10 litrli idishga gaz solsangiz, shu gazni hajmi qancha? 10 litr. 100 litrli idishga shu gazni solsangiz, shu gazni hajmi qancha endi? 100 litr. Idishni hajmi qancha bo'lsa, gaz shuncha hajmni egallaydi. Shakli ham, hajmi ham doimiy emas. Idishning shaklini butun hajm bo'ylab egallaydi. Tushunarli? Demak, bu gazsimon holatda asosiy xususiyatlari edi. 4-agregat holat bu plazma holati deb ataladi. Plazma holati juda yuqori haroratda moddada atomlar ionlashadi. Zaryadlangan zarrachalar ionlar va elektronlar aralashmasi hosil bo'ladi natijada juda yuqori haroratda. Va bu plazma holat elektr tokini yaxshi o'tkazadi. Xo'p, keling mohiyatini tushuntirib beraman. Misol uchun aytaylik, suv moddasi bor, to'g'rimi? Suv moddasi misol uchun H2O. Buni siz qizdirsangiz, suyuq suv 100 gradus Selsiga H2O gazga o'tadi, to'g'rimi? Suyuq suv gaz holatiga o'tadi. Buni qizdirishda davom etaversangiz, 2000 gradusga borsangiz, misol uchun suvni 1-2%, 3000 gradusga borsangiz, yana ham ko'proq 10%. Taxminan mana bu 10000 gradusga borsangiz, suv to'liq parchalanib ketadi. Vodorod va kislorodlarga parchalanadi. Bularni yana ham qizdiraversangiz, o'zi 10000 gradusga bo'ladi. Vodorod molekulalari bilan kislorod molekulalari ham vodorod va kislorodga ajralib ketadi, ya'ni atomlarga. Ikkalasi birlashib turibdi-yu. Juda ham yuqori haroratda endi
elektronlarni o'zidan qo'yib yuborishni boshlaydi. Vodorod atomi plus zaryadlanib qoladi, kislorod ham plus zaryadlanib qoladi. Ikkita elektron ajralib chiqadi. Tushunyapsizmi? Harorat yuqori bo'lgandan keyin atomlar shunaqa elektronlarni qo'yib yuboradi. Mana shu holat plazma holat deb ataladi. Qaytaraman, mana shu holat plazma holati deb ataladi. Bu yerda elektronlar va ionlar aralashmasi hosil bo'ladi. Mana shu holat plazma. Bu qattiq suyuq gaziga kiradi o'zi aslida, lekin tarkibi boshqacha bo'lgani uchun bunga yangi boshqa nom berilgan. Shunchaki gaz emas, bu alohida plazma holat deb. Buncha yuqori harorat bizga nima kerak, bu plazma nima kerak desa, plazma hayotda ham ko'p ishlatiladi. Bundan tashqari bizani koinotimizda bu uchraydi. Quyosh atmosferasidagi moddalar plazma holatining misollari bo'la oladi. Quyosh atmosferasida harorat haddan ziyod yuqori va uni atmosferasidagi moddalar mana shunaqa plazma holatida bo'ladi. Mana endi mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, qattiq holat mana bu yerda tasvirlangan, e'tibor bering. Qattiq holat tartibli, zich, suyuq holat zich lekin tartibsiz, gaz holat endi bu yerda nisbatan yaqin chizilgan. O'zi aslida bular juda uzoq bo'ladi bir-biridan. Gaz holat demak uzoq, juda ham tartibsiz. Plazma holat uzoq, tartibsiz, faqat ionlar va elektronlar bu yerda mavjud bo'ladi. Shuning uchun ham plazma holat doim elektr tokini o'tkazadi. Chunki zaryadlangan zarrachalar bor va ular erkin harakatlanadi. Shuning uchun plazma holat juda ham yaxshi elektr tokini o'tkazadi.